Aziyanın çempionu Leylek 74 qo'mining jo'rabashchisi Mingbayev Ayıpxon Abdullayevga bersin. Assalomu alaykum. Bugungi voleybol o'yinining qatnashchilari, hurmatli aka-ukalar, birinchidan bugungi jokerlar bayramini baringizlarni qutlaqlayman. İşlerimizlarga egilik, yubileyimizlarga tinchlik. Xudo qalsa bugun o'yin yaxshi o'tsin, kuchlilar yengishga yetishsin. O'sha bilan birga turuvchi mening klassdoshlarim, mening yetkazuvchilar sizlarga cho'ng rahmat. Şu oyun uyushtirib, elimizga tomosha qilib berasizlar. Baringizlarga cho'ng rahmat. Kelganingizlar uchun dag'al cho'ng rahmat. Ana shunday bilan bizning qanday legendariy voleybol o'yinidan ovoz, qismat ovozlar ichida belirli voleybol ko'rsatasiz. Şöyle birlikte buna bizim ülkemiz Abdulatif ülkemiz buna Kırgızistan'da en derecedeki birinci kalıs bolcu şu ülkemizde dahi elimiz bir gözüküyor. Latif'e Smatova işlerinizle ilgili daim olan şu leylektin atını çıkarıp kalıs bolup başka maçsız olup görünüzler. Sizlerge aka-uka baringizlarga egilik, o'yin yaxshi o'tsin. Xudo qalsa bu oxiri bo'lsin, uzlanaversin, to'xtab olsin. Egilik baringizlarga, o'yin yaxshi o'tsin. Rahmat.